Temani qanday 4 varaqda biriktirib chiqaramiz. PowerPoint'ga giramiz. Bu yerden Gevur'unda konstruktor, al endi Gevur notebooklarda dizayn degenge giramiz. Dizayn degenge giramiz dagı. Размер слайдов qilamiz. Настройки слайдов. Bu yerine mına произвольный deymiz. Bu yerge 120 deymiz. Al endi bu sataga 210, oşon üçün 21 deymiz. Okey deymiz. Okey'di basamiz. Развернуть deymiz. Uzun bo'lib chiqdi. Andan keyin stavka giramiz. Рисунок. Mende misali bugungi bunga qo'yiluvchi ramkam. Men uzundan tortib olam, qalasanglar 4 ni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Andan keyin qayrab stavka giramiz. Word Art'ga girib, o'zingizga yoqqan qalagan shriftni tanlab olasizlar. Temani yozasiz. Habani dan qo'rqo. Habani bo'lganidan qo'rqo. Shriftni cho'ng'aytib olamiz. Men misoli 250 oldim. Buni o'zgartirib olamiz. Hozir. Onda yozdağı, andan keyin fayl, pечатьga giramiz. Свойства принтерga giramiz dağı. Размер деген жерine пользовательский deymiz. 210 qavatdağı astına 1200 de olamiz. Okey. Okey. Endi pечатьga getiramiz. Bu yerge de qo'ygan qog'ozimiz bor. Эти моменты